Kollagen ichish haqiqatdan ham yuzni yoshartiradimi? Albatta, lekin bu juda ham sekin prosess hisoblanadi. Agarda siz muntazam ravishda ichsangiz, bu sizda teringizni yoshartirishga xizmat qiladi. Lekin bir kun ichib, 3 kun ichmasangiz sizda effekt bo'lmaydi. Nega 25 yoshdan keyin yuz tez qarib boradi? Chunki 25 yoshdan keyin terini tabiiy kollagen ishlab chiqarish sekinlashishni boshlaydi va terimiz osilishni boshlaydi. O'shaning uchun tashqi tarafdan kollagen bilan terimizni rag'batlantirsak, qarishimiz sekinlashadi. Kollagen yetishmasa yuzda nima o'zgaradi? Terimizda osilishlar paydo bo'ladi, ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi va terida elastiklik yo'qoladi. Qimmat kremmi yoki kollagen ichish? Qaysi biri kuchliroq? Ikkalasi ham kerak, chunki kremlar tashqi tarafdan bizani yoshartirishda, kollagen esa ichki tarafdan bizani yoshartiradi. Kollagen semirtiradimi? Ko'pchilikda shunaqangi mif tarqalgan, kollagen ichsam semirib ketaman deb, lekin bunaqangi holatlar bo'lmagan. Bizada kollagen hech qanaqasiga semirtirib bormaydi.